Mana как раз mana shu narsani aytib o'ting, esimga tushib qoldi-da hozir. Esingizda bo'lsa Paxtakor yaqinda oyliklari chiqib ketib qoldi-yu. Shov-shuv bo'lib ketdi. Shuncha olar ekan deb. O'tirib kuldim-da bor. Nimaga? Yaqinda arablarni bor, mana shu endi komandamdagi bolalar bilan gaplashaman-ku. Komandamdagi bolalar bilan gaplashaman. Har bitta o'yiniga milliy terma jamoada ular mukofot pulini oladi-da. Eng katta pul qancha chiqdi? O'sha paytda Paxtakor nimasida Kremetsniki edi, necha pul edi? Kremets oyligi 1,5 yilligi. 150 ming dollarmi? Shunaqa. 1,5 million dollar O'zbekistonda hayotda bo'lmagan unaqa narsani gapirmanglar. Masalaga 1,5 million dollar degan narsa bizda bo'lmagan O'zbekistonda. 1,5 million 150 ming dollar bo'lsa kerak. 150 ming dollar bo'lgan. Dollar million bo'lmagan O'zbekistonda. Bo'lgan Erenderda yo'qda bo'lgan. Ha. Lekin o'zbek futbolchilarida unaqa narsa bo'lmagan. Million degan narsa bo'lmagan. O'sha 150 ming bo'lgan, to'g'rimi? 150 ming bo'lish kerak. Kirmesdami kimlardir chiqdi o'sha moment. Arablar o'sha milliy terma jamoasida har bitta o'yiniga yutug'iga shunaqa oladi. 150 ming dollar. Men aytdim-da. Bizdan xalq aytdi, shunaqa katta pul olar ekan futbolchilar deyapti-da. Yo'q, bo'lmagan narsa-da. Bular значит borib alab mana shu arablarga borib ko'rish kerak-da bular. Bularni bitta o'yin mukofoti shunaqa bo'lganidan keyin siz endi o'ylang gadovoy qancha. Ularniki o'sha milliondan boshlanadi. Klub emas, terma jamoa haqida gap ketyapti. Terma jamoa, klubni men sizga aytib o'tirmang. Bitta o'yiniga terma jamoada shunaqa olyapti. Masalan, 150 ming olyaptimi? Klubda gadovoyni men sizga aytishim shart emas. U bolalar значит terma jamoada shunaqa olganidan keyin klubidagi ular qancha olishini federatsiyasi biladi-da. O'shaning uchun ularga to'g'ri moslab berish kerak. Ular qanchaga qoniqishini biladi-da ular. Bitta o'yinga, tushunasizmi? Shuning uchun men aytmoqchimanki, O'zbekiston futboli hamma tarafdan orqada. Masalan, 150 ming dollar, 200 ming dollar berib turib o'ylamasin bu ko'p olar ekan deb. To'g'ri, u bolalar kuchli bolalar. Arab bolalari kuchli bolalar, o'shaning shunga loyiq bo'lyapti. Milliy terma jamoasi o'sha jahon chempionatiga bir qadam qolib turibdi-da yaqinda masalan. Deyarli hal qildi. Ha, undan ham oldin ham borgan, to'g'ri, jahon chempionatiga, to'g'ri. Lekin men aytmoqchimanki, 150 ming, 200 ming dollar bilan bizanikilar o'ylash kerak emasdi, katta pul oladi. To'g'ri, pulni ham emas,